Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvadagi botanik bog'chisida. Qo'limda dangliq obzorchi, yozuvchi Yalqin Ro'zining "Men nemishqa obzor yozaman" nomli maqola obzorlar to'plami. Bugun huzuringizga Burut majrosining qimmati nomli bir parcha obzorni sunay dedim. Burut majrosi degan bu hikoyani ilgari o'qigan yoki anglab baqqan qarindoshlar chuqur bor deb o'ylayman. Xo'sh, oldi bilan bu obzorni bir o'qiy. Burut majrosining qimmati. O'zining qiziqchilik to'kilib turadigan qalami bilan zo'qlang'uvchilar qalbida yep-yangi bir badiiy zamin ochgan iqtidorli yozuvchi Mamtimin Hoshurning asarlariga bo'lgan qiziqishim uning Sarang nomli hikoyasidan boshlangan. Keyin uning bir-biridan qilishmaydigan Oyxon, Musofirlar qaviqida Burut majrosi, Qirliq istakan qatorliq bir yurish esil hikoyalarini o'qish baxtiga muyassar bo'ldim. Albatta, ijtimoiylik va estetiklik jihatlarda voyaga yetgan biror asarni o'qib huzurlanish zo'qlang'uchi uchun aytganda bir omad. Chunki bizga ko'p hollarda estetiklik qimmati to'van, kundalik turmushdagi ahamiyati yo'q tushak voqealar va kishida takrorlik tuyg'usini qo'zg'aydigan temalar haqida yozilgan, pandi nasihatning u yiqiga o'talmagan zerikarlik asarlarni o'qishga to'g'ri kelyapti. Bundaq asarlarni o'qib, mayli ijtimoiylik yoki estetiklik yiqidan bo'lsin, hech qanday zo'q ololmay, ilojsiz holda shu asarlarni toqat qilib o'qib tugatganligimizdan zo'qlanadigan odat bizning kitobxonlik hayotimizdagi kishini ichindiradigan g'alati qismat bo'lib kelmoqda. Mamtimin Hoshurning yuqorqi hikoyalaridagi yuksak ijtimoiylik va estetiklikning yuqorilishidan hosil bo'lgan sehriy kuch meni mahliyo qilib, qayta o'qishga majbur qildi. Bu asarlarning ruhiy dunyoyimda paydo qilgan zilzila xarakterlik unumini ta'sirot shaklida ifodalab beqishga ko'p qitim tamshalgan bo'lsammi, lekin qo'limga qalam elishga jur'at qila olmagan edim. Tarix jurnalining 1991-yillik 9-sonida e'lon qilingan Kerimjon Abdurahimning Kulkilik tragediya nomli adabiy ta'sirotini o'qib, maqola avtorining Burut majrosidagi yoshirun ma'nini bakli yuza tushunib, maqtayman deb oddiylashtirib etib, hikoyaning qimmatini tubanlatayotganligidan afsuslandim. Şoňa bir qism sodda kitobxonlarning Burut majrosining qimmatiga ashu oddiy ta'sirot asosida baho berib qo'yishidan, hikoyaning ichiga singib ketgan yoshirun ma'no qatlamlarini bak yuza holda tushunib olishidan ansirab, qalam tavratmay tura olmadim. Burut majrosi Uyg'ur hikoyachiligida meni eng suyundirgan hikoya deb ayta olayman. Asardagi fikr qatlamlarining cho'nqurligi, o'tkirligi ham nozikligi, tortmilashlarning chetishlik doirasining kengligi va dalligi, personajlar xarakterining o'zgachiligi, tilining boshdan oyoq yumorliq xususiyatga ega bo'lishi meni necha kunlargacha masxush qilib, hayajonlantirib, o'ylantirib, har ko'ylarga solgan. Agar Burut majrosidagi yoshirun ma'no Kerimjon Abdurahim aytgandek menning ansirash, qo'rqimsirash enge keltirib chiqargan ma'naviy tragediyani o'z ichiga olgan bo'lsa, undaqda bu hikoyaning qimmati ustida izdinish ortiqcha ish bo'lgan bo'ladi. Meningcha hikoyaning jini menning ansirash, qo'rqimsirash engini ifodalaganligida emas, balki oldi bilan bozor boshliqining ansirash, qo'rqimsirash engini ifodalaganligida. Agar bozor boshlig'ida bir burutliq odam pichoq ko'tarib jidal chiqarsa, qo'rqqanidan barliq burutliqlarni tizimlaydigan, butun bozorni cho'p to'qishga tayyor turadigan, ham xavfli, ham kulkilik psixikalik odat bo'lmaganda edi,
мен unchuvalla hodukub, qo'rqib ketmagan bo'ladi. Takrar chuvib to'qilishdan iborat baxtsiz qismat bu burutliqlarni ansirash, qo'rqimsirash inig'iga giriftor qilgan. Bu hal tabiiy holda bu burutliqlarning vujudida yana yengish tas bo'lgan psixikalik ojizlikni shakllantirgan. Bozor boshlig'i cho'nqur ansizlik ichida aytgan. Iskandarning peshonasiga pichoq otgan, Chingizxonga agishib g'arbga ketgan burutliq pichoqchilarning ayni yillardagi botirligi, haromligi allaburun yo'qolib, faqat ularga haybatlik, qo'rqinchli tus berib turgan ashu burutli qolgan bo'lsa-mu, lekin bozor boshlig'ining psixikasidagi ansirash, qo'rqimsirashdan iborat ijillik, ojizlik va mangu o'zgarmas psixikalik odat yanala bu burutliqlarni biror palokat termaydi deb kimayta olaydi deb o'ylantirib, har minut andishiga selib turadi. Shunga u cho'g'ib to'qishdan iborat razil angushtarni oyimay ishqa selib turadi. Cho'g'ib to'qishdan maqsad albatta o'z ko'nglidagidek shaklga va posonga kirgizish. Inson uchun aytganda bu eng cho'ng ofat emasmi? İnsonni o'z xohishidan, yashash e'tiqodidan, orzu istaklaridan mahrum qiladigan bu xil chuvib to'qish naqadar dahshatli, ha? Bu nuqtadan qaraganda menning ansirash, qo'rqimsirash eni Kerimjon aytganda kulkilik, qiziq tuyulamdi yoki yurakda ichinishliq pig'onlarni, his-tashliq tuyg'ularni qo'zg'amdi. Burut majrosining qimmatdagi xosligi va yozuvchining muddaosi hikoyadagi chuvib to'qish masalasida ro'shan ifodalandi. Agar Kerimjon aytgandek hikoyadagi kulka odamlardagi ma'naviy tragediyani behuda andisha, qo'rqimsirash bilan hayot xotirjamligidan mahrum qilish, umrni qisqartib yetishdek fojiani texmi gavdlantirib bergan deb qaraladigan bo'lsa, undaqda yozuvchining maqsadi uzoq umr ko'rish uchun qo'rqmay, xotirjam, andishadan xoli holda yashanglar degandan iborat bo'ladi-da. Bu hikoyadagi yoshirin ma'no to'liq kuchaklashib, turmush maslahatchisining adabiy tashviqot shakli bo'lib qoladi. Meningcha burut majrosining qimmatdagi xosligini haqiqiy yo'sinda yo'ritib berish uchun hikoyadagi yoshirin ma'nini cho'nqur qatlamlargacha, tortmilashlarni nozik yerlargacha tushunish uchun cho'qim zo'qlang'uchida ruhiy tayyorlik bo'lishi kerak. Bundaq deganlik hikoyani manfaatdorlik nuqtasidan o'qib zo'qlanish kerak deganlik emas. Balki zo'qlang'uchi qalbida milliy hissiyotdan iborat olmos oshqush bo'lishi kerak. Zo'qlang'uchi qalbida cho'qim bu olmos oshqush bo'lmaydi ekan, undaqda burut majrosining qimmatdagi xosligini his qilib yetish, yoshirin ma'no qatlamlarini cho'nqur tushunish hargiz mumkin emas. Biz burut majrosini o'qiganda intayin yumorliq kayfiyatda yengil tuyg'u ichida o'qiymiz. Lekin o'qib bo'lgandan keyin yuragimizning bir fojiani his qilayotganligini, tuyg'ularimizning ig'irlashib ketayotganligini, hikoya vaznining borgan-sari ishib berayotganligini sezamiz. Menning burutliqlarni aniqlab, tizimlayotganligini uqqandan keyingi ko'rgan tushlari, qilgan xiyollari, atrofidagilarga tutgan pozitsiyasi boshdan oyoq komediyalik xususiyatga ega. Bozor boshlig'ining qo'rqinch chulg'ib olgan, gumon, shumliq bilan to'lgan kallasi chuvib to'qishdan derak beradigan nupuz hayvisi. Oxirgi hisobda san'at umikining yolg'on burutini toqib olishi texim kuchli komediyalik xususiyatga ega. Lekin mana mushundaq komediyalik shakli ichida kishini cho'nqur o'yga soladigan bir tragediyalik fikr so'zlab yotdi.
Buning zo'qlanguchi qalbida qo'zg'aydigan tragediyalik unumi, ta'siri kishini haqiqatan hayron qoldirdi. Bu xil tragediyalik unum zo'qlanguchining jamiyat haqidagi bilishini, odamlarning, aniqroq aytganda, davrimiz kishilarining ruhiy dunyosi, eni haqidagi tushunishini, milliy psixika, tarixiy ong haqidagi tonishini kuchaytiradigan, ularni kuzatish pozitsiyasiga ega qiladigan ro'jak bilan ta'minlaydi. Albatta, bu azobliq o'ylanish, azobliq kuzatish xarakterga ega zo'qlanish jarayonidir. Burut majrosining yarlik purqi intayin qo'yiq. Faqat g'uljiliklarga xos bo'lgan yumurliq xarakter va yumurliq til hikoyaning komediyalik muqomini nihoyat tabiiy qiziqarlikqa ham jalbkorlikqa ega qilgan. Lekin u nihoyat keng, cho'nqur tragediyalik mazmunni o'ziga mujassamlagan. Bu xil tragediya hargizmi lirikalik tusga ega muhabbat tragediyasi emas, yoki biror falokat bosgan baxtsiz oilaning jamat tragediyasi emas. Balki sabab natijalik munosabati intayin qo'yiq bo'lgan, falsafaviy ma'nidagi ijtimoiy, milliy psixika tragediyasi. Bizning qimmat qarashimiz, hayot qarashimiz, tarix qarashimiz haqiqatan o'lik forma ichida deyishga bo'ladi. Biz o'zimizning tarix qarashimiz, tarix ilmimiz ustida o'yinib ko'rmasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Bo'libmi bizdek tarixiy kechirmishi murakkab, tarixiy bilim tashnoligi kuchli millat uchun bu texmi muhim. Biz o'zimizning milliy tariximizni tarixiy faoliyatlar ichidan izlab, tarixning mohiyatlik mazmunini tashkil qiladigan ma'naviy tarixni tarix ustidagi izlanishlarimizning sirtida qoldiryapmiz. Bizning kitobxonlarimiz 100 yil g'ayriblikni o'qigan chig'ida uni roman degan ko'z aynakni taqib olib o'qiydi-da, uning haqiqiy ma'nodagi tarixiy roman ekanligini o'ylab boqmaydi. Bizning modernizm desa hammadan voz kechadigan, reallikning vaznini ozroqni his qilmaydigan bir qism yosh adiblarimiz 20-asrdagi eng mashhur roman deb qaralib, butkul dunyo adabiyotchilarining birdak e'tirof qilishiga erishgan bu romanning sehri degan hukm bilan realizm degan ikki hukmdan xarakterlangan adabiy iqimiga tava ekanligini cho'nqur tushunmaydi. Tushunishni xohlamaydi. Amaliyotda modernizm adabiyotiga tava bo'lgan sehri realizmlik xususiyatga ega bu roman Latin Amerikasidagi millatlarning g'iriblik bilan to'lgan ma'naviy tarixini yo'rtib berishni eng oliy maqsad qilgan. Qaraganda burut majrosidami ma'naviy tariximizning ro'shan ko'langisi bormi qandoq? Bizning milliy psixikamiz takrar chuvib to'qilishdan iborat baxtsiz qismat jarayonida qandoq bossin, qandoq shaklga kirib qoldi. Bu bir e'tibsiz azob. Lekin reallik kishini azoblaydigan bu ichinishli pokitni rahimsizlik bilan namoyon qilib turmoqda. Mana bu shundoq bayqash xeyli qiyin bo'lgan, ifodalash texmi qiyin bo'lgan azobliq reallikni san'at shaklida ifodalash Mamtimin Hoshurning qalamiga nasib bo'ldi. Ruhiy jihatda azoblanish baxtga muyassar bo'lmagan yozuvchining azobliq reallikni ifodalay olishi bakmi qiyin. Azob vijdonli qalb egalariga xos ruh. G'arb modernizm adabiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan, yosh adiblarimizni o'ziga maftun qilgan ruhiy analiz olimi Freudning jinsiy ongning besimi ijodiyatning energiya manbasi degan mashhur nazariyasi bizning milliy taqdirimiz bilan chambarchas bog'langan milliy adabiyotimiz uchun aytganda, vijdonning besimi Uyg'ur adabiyotining energiya manbasi degan nazariya oldida o'z kuchini yo'qotsa kerak. Burut majrosi boshdan oxir
dartmalash bilan to'lgan hikoya. Asardagi dartmalashlarning tetishliq doirasi nihoyat keng. U bizning tafakkur odatimizga, fikr qilish usulimizga, o'zimizga, boshqalarga, turmushga, hayotga tutgan pozitsiyamizga, milliy axloqimizga, milliy ingimizga, ijtimoiy reallikqa, taraqqiyot ahvolimizga berib taqiladi. Bular to'g'risidagi o'ylanishim, tushunchim sarang, qirliq istakdan hikoyalari bilan chetilib bir gapda hosil qilg'ashqa, bu haqda baho yozishni bu maqolamda ravo ko'rmadim. 1991-yili oktyabr. Biz quyosh o'ltirib o't dilimda ko'zlarimni sal chaqimtib. Xo'sh, balkim o'ylab qoldinglar, Burut majrosi degan bu hikoyani o'qib bermay turiblar, bu obzorni o'qib berdi deb. Amaliyotda men ishni mana musha shaklda qilishni o'yladim. Ya'ni oldi bilan Burut majrosi nomli bu hikoya haqidagi bu obzorni bir o'qib beray dedim. Chunki bu hikoyani men ilgari o'qigan, haqiqatan bu qiziqarli. Undaqli bir o'qiganda odam ay bu qiziq ekan-a deb qoladi ekanmiz, lekin fikrlab o'ylagan vaqtimizda xuddi Yalqin Ro'zi bu obzorda aytgandek, bu hikoyaning, ya'ni Burut majrosi nomli bu hikoyaning tegi-tegida nihoyat cho'nqur ma'nolar yashiringan ekan. Keyin bir vaqt chiqarib bu Burut majrosi nomli bu hikoyani huzurlaringizga sunaman. Xo'sh, bugungi asar o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.